Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga aytibdilar: "Ala uallimuka du'an tad'u bihi walau kana alayka min ad-dayn mithla sabirin adallahu anka." Ey Muaz dedilar, senga bir duo o'rgataymi dedilar. Agar sen bu duoni qiladigan bo'lsang, seni gardaningda qarzdan Sobir tog'ini barobaricha qarz gardaningda bo'lsa, Alloh senga yordam beradi, Alloh quvvat beradi, o'ylamagan joyingdan Alloh rizqni beradi agar men aytgan duoni qilsang dedilar. Qur'oni Karimda muhtaram jamoat, Sura-i Ali Imron surasini 25-oyatdan 27-oyatigacha mana shu oyat, 2 oyat xolos. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Sadaqallohul azim. Bu oyatni o'qib yursak, muhtaram jamoat, bizda gardanimizda qarz bo'lmas ekan. Alloh o'zi yordam berar ekan, rizqimiz mo'l-ko'l bo'lar ekan, kasbimiz barakotli bo'lar ekan, dehqonchiligimiz barakotli bo'lar ekan. Faqat bizdan o'qish va Allohni eslash ekan.